Hayotimdagi eng muhim g'alaba men o'ylayman o'zimni nafsimni ustidan g'alaba qozonish. Qachon o'zimni nafsimni yuta olaman, qaysi vaziyatda o'sha payt men uchun katta g'alaba bo'ladi. Negaki nafs faqat yomon narsani xohlaydi-da, qilma degan narsa o'shani qilaylik deydi. Chekma chekaylik deydi. Ichma ichaylik deydi. Borma desam boraylik deydi. O'sha yomon ishni qil deydi. O'sha yoqqa bor deydi. O'shani bormagan kunim, ichmagan kunim, o'zi ichmayman, chekmayman, Xudoga shukr, alhamdulillah deyman. O'sha ishlarni, yomon ishlarni qilmagan kunim, o'sha payt men g'alaba bo'ladi. O'sha narsa men uchun o'sha eng yaxshi kun bo'ladi. Qo'shilaman, juda ham chiroyli javob. Nafs qayg'ur nimalarni xohlamaydi. Nafs bilan kurashish eng katta g'alaba. Chiroyli javob bo'ldi. Mana boshda aytdi. Ertalab turib qilamiz, uxlaymiz, yana turib qilamiz, keyin kitob o'qiymiz. Kechga yana turib qilamiz. Kitob o'qiyotganligi bilinadi. Dunyoqarashi, fikrlashi keng. Rahmat javob uchun. Barcha yoshlarga taklif qilaman bu kitob o'qishni. Bu faqatgina chiroyli gapirish uchun yoki ongni rivojlantirish uchun emas. Bu sportda ham qo'llanishi mumkin bu narsa. Bu yordam beradi. Hayotda ham yordam beradi. Masalan, shunaqa kitoblar bor, psixologik kitoblar. Shunaqa bor kitoblar fizik narsalarni o'rganish mumkin. Bir xil kitoblar bor, ota-ona bilan qanaqa munosabatda bo'lish kerak, do'stlar bilan qanaqa munosabatda bo'lish kerak. Hayotda ketayotgan paytda, qoqilgan payt qanday qilib qaytib turib, o'zini ustidan g'alaba qozonish kerak. Har xil vaziyatlar bo'ladi hayotda. O'sha uchun kitob bu do'st bo'lish kerak sizlarga. Shunaqa.